Hurmatli aziz talabalar, bizning fanimiz boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarning hozirgi kundagi bu fanning ahamiyati. Innovatsion texnologiyalarni joriy etishning asosiy sabablari. Boshlang'ich ta'limda qo'llaniladigan asosiy innovatsion texnologiyalar multimedia vositalari. Innovatsion texnologiya boshlang'ich ta'lim tizimining eng muhim bosqichi bo'lib, unda o'quvchilarda dastlabki bilim ko'nikmalar va kompetensiyalar shakllantiriladi. Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar hayotning deyarli barcha jabhalariga kirib kelganligi sababli boshlang'ich ta'lim jarayonida ham innovatsion metodlar va vositalardan foydalanish zarurati tobora ortib bormoqda. Bugungi o'qituvchilar raqamli texnologiyalar muhitida ulg'ayayotgan zamonaviy avlod vakillaridir. Ularning qiziquvchanlari, fikrlash tezligi va o'rganish uslublari an'anaviy yondashuvlardan farq qiladi. Shu sababli ta'lim texnologiyalari ham zamon talablariga mos bo'lishi zarur. Boshlang'ich ta'limda qo'llaniladigan innovatsion texnologiyalar. Birinchisi WordWard, Learning Apps, Quiz, Kahoot, Gamma, ClassDojo, Google Classroom va boshqa bir qancha innovatsion metodlar mavjud. Innovatsion texnologiya fani esa ushbu platformalardan keng qo'llashni biz va sizlarga o'rgatadi. Masalan, olsak, bitta Gamma Affifedunning boshlang'ich ta'limdagi o'rni. Masalan, olsak, matematika darsida Gamma Affifeduni keng qo'llash mumkin. Hozirgi kunda Topqir o'z platformasi asosida targ'ib qilinmoqda. Ushbu platformalardan foydalanish boshlang'ich ta'limda darslarning samaradorligini oshirish, o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Fanlararo integratsiya, fan texnologiya, muhandislik, san'at va matematika asosida o'rgatish o'quvchilarning ijodkorligini oshiradi. Interfaol metodlar, insert, segment, case study, loyiha metodi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etishning foydasi. Dars jarayonida o'quvchilar ishtiroki ortadi. Mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyati shakllanadi. O'quvchilar motivatsiya ortadi. O'quv jarayoni tejamkor, tizimli va sifatli bo'ladi. O'quvchi kompetensiyalari, axborot savodxonligi, kommunikativ, kreativ fikrlash rivojlanadi. Innovatsion texnologiya. Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish zamon talabi hisoblanadi. U o'quv jarayonini samarali, qiziqarli, interaktiv va shaxsga yo'naltirilgan shaklda tashkil etishga yordam beradi. O'qituvchilar esa yangilikka ochiqlik, kreativ yondashuv va texnologiyalarni oqilona foydalanishi talab etiladi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati. Kompyuter savodxonligiga ega bo'lish kerak, axborot bilan doimiy ishlay olish kerak, ijodiy fikrlashi va singari ko'nikmalar shakllantirish muhim hisoblanadi. Dars jarayoni samaradorligini oshirish uchun bir qancha vositalarni taqdim etganmiz. Xo'p, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda innovatsion texnologiyalardan foydalanib, dars jarayonini qiziqarli va bola istagandek tashkil qilishimiz mumkin. Ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari o'yinni sevadi va dars jarayonini ham qiziqarli zamonaviy platformalar asosida dars jarayonini tashkil etsak, bola uchun ham qiziqarli va ham uning qabul qilish jarayoni ko'proq oshadi. E'tiboringiz uchun rahmat.